Mahallaning obodonchiligiga qarash. Somsaxonaga so'z qilaman uni. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Men yo'qotib qo'ygan pomidoring. Bu sizlarmidi? Ha, yo'qotibsa televideniyega chiqib vahima qilasan, jar solasan. Qishlarni sharmanda qilding. Sen to'y. Ha, qayoqqa rais bu? Yangi mahallani tekshirib kelay. Va bo'lag'anglar, rais bu kelib, hamma tomon qorabini chiqara qoldi. O'zingni jigarada keldi, o'ldi. Rais bu qishlamizga xush kelibsiz. Qo'yag'i daryani bo'yiga nima qilib kelding? Mana siz kelishingiz munosabat bilan suv sport turini yo'lga qo'ydik. Hozir sizga o'lga itbaliq raqsini namoyish etadi. Indirjit, boshlanadi qara. Bolalar начинаем приготовлюсь. И Voh, qarang, ustozlar. Siz shuna qarang, bejir muhitdan mingron chiqarib berasiz işte. Darmayat u cho'kyapti. Chiqar bolalarni suvdan kelajagini o'ldirib. Rais bu, men qishloqda tutqatar jag'alar, polni Amerikani, Kaliforniya daraxtlarini ekib qo'ydik mana. Yashlar gullab turibdi. Qarang. Onay, nima rais bu, men bilan aytdim, skoch ishlamaydi desam, yo'q, do'stlarini ishlaydi. Mana ahvol endi. Sen men kelishimga ro'p biz mahalladagi baqateriyalarni olib kelib suqib qo'ydingmi? Hozir to'nga qamab uraman. Rais bu qo'ltiq ustasida, voy! Rais bu, mahallamiz eng oldi tadbirkori. Loyihasi bor. Bitta eshitib ko'ring. Rais bu, mana Gazzek degan o'zimizni milliy brend yangi semishkani ishlab chiqardik. Ta'mi zo'r ekan, yomon shirin ekan. Rais bu, qo'limda naqd $10,000 bitta pochka. Mana shu $10,000 Gazzek semishkasining 200 gramligiga mana $10,000 $20 qilaman deb ichiga sovuraman. Ham semishkani mazaq chaqchadi, ham surpriz $20 chiqadi. Qale. Yo'qma-yo'q. Rais bu, kim semishkasida $20 chiqsa, chiqqan zahoti o'zini telefoniga videoga olib, Instagramiga joylab, gazzek.uz ga saftir tashasa, o'shalar ichida ham bitta iPhone 17 Pro o'ynaymiz. Undan tashqari, Gazzekki mana shu xohlagan kichkinasi kattasida kreativ, qiziqarli video qilgan любой yurtdoshlarimiz o'rtasida ham iPhone 17 o'ynaymiz. Faqat ularni ham sharti xuddi shunaqa o'zlarining profiliga joylab, gazzek.uz ga saftir tashlash kerak. Bo'ldi. Bular xayrli ish boshlashganda sotib olgan simichkani 1% saraton bilan kasallangan bolachalarga ajratilyapti-ku. Mahalladagilarga, do'konlarga to'ldirib tashlansin. Bo'ldi. Rais bu, asfalt qalay, asfalt. O ayoqlarim maza qilyapti. Mehnat qildik, mehnat. Gap yo'q. Televideniyada kelishgan uni intervyu bering, asfalt. Rais bu, mana mahallaga asfaltlar yotqizildi. Buni sababi nimada? Endi mahallaning chiroyli bo'lishiga sabab mana shu asfaltga ajratilgan pulni to'ch asfaltga ishlatganda chiroyliligini salapanmi? Salapan, rais bu salapan. O'zingiz jinniga so'man pulini yarmini o'zingiz mashina oldingiz, qizingizni chiqardingiz, o'g'lingizni uylandingiz. Mahallada hammaga shapalaq qilasiz. Uyda xotindan qo'rqasiz, bilmaydi, o'ylaysizmi? Bunday qildingiz-ku? Ye, shallaqigina.